بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. حميم Hamim. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Roşan kitap bilen qasam ki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb, biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Haqiqatan o Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitobdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga vaz nasihat qilishni targ'ib qilamdik. وكم أرسلنا من نبي في الأولين Ilgari ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Ular, yani Mekke kafirlerinden kuch-quvvatda üstün bo'lganlarni halok qildik. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratdi deydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berilishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkizmay, foyda yetkizadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giyoh unmas qaqas o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek, qabranglardan chiqarilsizlar. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Allah bütün məxluqatlarının türlərini yarattı. Sizlərə üstüge çıxışınlar üçün kiyme və minişinlar üçün hayvan qatarlıqlarını yarattı. Ondan sizlər ularının üstüge çıqqanlarınlarda Pərverdigarınlarının nimetini əsləb, bizge bunu boysundurub bergen zat paktur. Biz onunla minişki qadir emas idik. Biz haqiqatan Pərverdigarımızın dərgahıga qaytqucularımız degeysizlər. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ Ular pərişlərini Allah'ın qızları deyiş bilən,
Allah'ның bir qism bandilarini Allah'ның bir cüz'i qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukirlik qilguchidir. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Allah məxluqatdan öz üçün qızlarını balı tutub, sizlərni oğullarga xas qıldımı? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Agar ularning birga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinning qiz tuqqanligini xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qordab ketadi. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ Ular Allohga zibizinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirda maqsadni ochiq bayon qila olmaydigan qizlarni mansub qilamdi. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortildi. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Ular merhametlik Allah halisa biz ularga yani perişlerge çokunmaydık dedi. Bu doğruluk ularının bilimi yani asası yok. Ular fakat söyledi. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ Ularga biz Kur'an'dan ilgiri qandaqdır bir kitap bergen bulup, ular şu kitapqa mahkam İslamdı. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarımızdan bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menga bidaya topquchilarmiz deydi. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Shuningdek sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubsizki biz ularning izlaridan mongimiz deyishdi. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون Her bir peygamber öz kavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda, eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanada ota-bobonglarga ergashamsizlar, dedi. Ular, sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz, deyishdi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Biz ularni jazo oldik.
to'g'ri yo'lni inkor qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligi qarag'in. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Öz vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostila ada judaman. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Faqat meni yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi." وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون. İbrahim kelime tevhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlod ichida qoldirib ketdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men bular, yani Mekke aholisini ve bularning ota-bobolarını uzun ömür ve nimetten bahramon qildim. Taki ularga haq, yani Kur'an ve roşan peygamber Muhammed aleyhisselam kelgüçe. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Ularga haq, yani Kur'an kelgende, ular, bu sihirdir, biz hakikaten onu inkar kılgıçımız deyişti. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Ular bu Kur'an nemişka iki şehir, yani Mekke bilen Taif adamlardan bir katta adamga nazil kılınmadı deyişti. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Parvardigarının rahmetini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisi ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigarının rahmeti ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan cho'tlarni kumushdan qilib beratdik. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ularning uylarining eshiklarini va taxtlarini mo kumushdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiratdi. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz ne'matlar taqvodorlarga xosdir. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
وله قرين. Kimki mehriban Allah'ni yad etishtin, yani Qur'ondan yüz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha amroh bo'ladi. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Şək şübhəsiz ki, şeytanlar ularni, yani azğın kuffarlarni doğru yoldan tosudu. Ular bolsa özlerini doğru yolda deb guman qılıdı. Hatta إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Kapır Adem, hemrahi bilen kıyamet günü dergahimizge kelgen çağda hemrahiga, kaşki sen bilen minin aramda şerif bilen garibning arsidek arlık bolsa iken, sen nemi degen yaman hemrah, çünkü sen minin baxtsizligimge sebepçi boldun deydi. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ularga dünyadaki çağda zulüm kılganlıkınlar, yani şerik keltirgenlikinlar üçün bugün sizlerinin azapta ortak bolganlıkınlar sizlerge payda vermeydi, deyildi. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ey Muhammed, sen gazlarga anılta alamsen, ya korlarını doğru yolga sala alamsen, yani kuffarlar, gazlarga, korlarga okşaydı. Aşkarı gumrahlıkta bolgan kişini hidayet kıla alamsen, فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Ularını cezalaştın ilgiri seni ilip kessek, yani vapat kıldırsak vapatından kin, ularını çokum cezalayımız. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ya ki biz sana hayatında ularga vədi kılgan azapını görsütümüz. Biz şübhisiz ki ularga, yani ularga azap kılışka kadirimiz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey Muhammed! Sana vahiy kılıngan Kur'an'ga çın isilgin. Sen hakikaten doğru yoludur sen. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Kur'an sana ve senin kavminge elbette uluğ şereptir. Sizler kelgüsüde bu nimet üstüde soğuruluzlar. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Senden burun biz evetken peygamberlerimizden sorap baktın ki, mehriban Allah'tan başka ibadet kılındıgan ilahlarını belgildik mu? Peygamberlerinin içinde Allah'tan gayrigi ibadet kılışkı davet kılgını var mı? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Biz hakikaten Musa'nı Firavunga ve onun təvəllirge, onun rast peygamber işkelligini ispatlaydıgan şanlıq möcüzlerimiz bilen evettik. Musa Firavunga, men hakikaten cemi alemlerinin perverdigarının, seni ve kavmini bir Allah'ka ibadet kılışkı davet kılış üçün evetken elçismen, dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Musa ularga bizning möcüzlerimizni elip kelgende, ular nagahan möcüzlerini meskir kılıp küldü. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ
بالعذاب لعلهم يرجعون. Ularga bir-biridan katta mo'jizlarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaysun deb turlik azoblar bilan jazolandik. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Ular azobni ko'rganda, ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarsa, biz cho'qim iymon etamiz dedi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Musa'nın duası bilan ulardan azobni ko'tarayotganimizda, nagahan ular ahdini buzib kufrda ching turdi. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Firavun o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman." فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Nima uchun uningga osmondan oltin bilajuklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Firavun qavmini qo'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhisalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xo'shallikdan suran silishib ketadi. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Ular, bizning ilahlarimiz yaxshimi yoki İsa'mı dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchunla keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. O, yani İsa, Nasaralar guman qilgandek ilah yoki ilahning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandidir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Agar biz xolsak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Yani İsa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga, yani qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Yani shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. İsa roşan möcüzler bilen kelip aytdi. Sizlarga men hikmet elip keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsalarning, yani diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Innalloha huwa robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarningmi parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Nasaralarning farqlari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ularga bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyiladi. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ularga sizlar ayolinglar bilan birga xo'jal xo'ram oldi jannatga kiringlar deyiladi. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Ularga altın ligelerde taam, altın camlarda şarap tutuldu. Cennette ko'ngillar tartadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Cennetten nurgun türlük meyveler var. Onundan yeysizler. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
Günahkarlar, yani kuffarlar hakikaten dozaq azabıda məngü qalğuculardır. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Ulardan azab birdəmmi yenikiltilməydi. Ular dozaqda hər qandaq yaxşılıqdan ümitsizlərdir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Ularga biz zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ular, yani kuffarlar, dozaqqa muvakkal farishtaga, ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin, deb to'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolisizlar, deydi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas. Uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yozib turdi. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Agar mehribon Allohning bolasi bo'ladigan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'latdim, degin. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Osmonlarning va zaminning Parvardigori, arishning Parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohlikda va nodonlikda qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar botillarga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Allah osmondami ilahdir, zimindami ilahdir. Allah hikmet bilen iş qilg'uchidir, hammani bilguchidir. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Osmonlarning, ziminning va ularning orsidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Agar sen ulardan ularni kim xalq etganliklarini so'rsang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ
قوم لا يؤمنون. Allah Taala Muhammed aleyhisselamның "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zni biladi. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Sen ulardan yüz örgin, salam degin. Yani ularga beddua mı qılmagın, dinge davet mi qılmagın. Ular kelgüsüde küfrning oqibatini biladi.